VPS nima? Oldingi videoda virtual hosting haqida gapirgan edik. Bu yuzlab odamlarning veb-saytlari bitta serverda saqlanadigan hosting turi ekanligini bilib oldingiz. Ular qattiq diskda o'z joylariga ega, ammo boshqa manbalar umumiydir. Bu bir xonani ijaraga olishga o'xshaydi. Har kimning o'z yashash joyi bor, lekin oshxona, hojatxona va hammom umumiydir. Bu videoda VPS haqida gaplashamiz. VPS bu bitta jismoniy serverda bir necha o'nlab foydalanuvchilar bo'lib, lekin ularning har biri o'z kafolatlangan resurslariga ega. Virtual serverni ko'p qavatli uydagi butun bir uyni ijaraga olish bilan taqqoslash mumkin. Qo'shnilar hali ham bor, lekin har birining o'z yashash joylari va qulayliklari bor. VPSda har bir foydalanuvchi bir-biridan maksimal darajada ajratilgan. Bu shuni anglatadiki, agar bitta virtual serverda muammo bo'lsa, u boshqalarga ta'sir qilmaydi. Istisno bu qattiq disk. VPSda shuningdek virtual hostingda hamma jismoniy serverning disk tizimidan foydalanadi. Bu shuni anglatadiki, agar kimdir doimiy ravishda serverga juda katta hajmdagi fayllarni yuklasa, navbat paydo bo'ladi va boshqa foydalanuvchilar ham biror narsani yuklashni kutishlari kerak. Bu holatni ko'p qavatli uydagi lift bilan solishtirish mumkin. Agar bir kishi o'z qavatida eshiklarni ushlab tursa, hamma zinapoyadan sekinroq foydalanishi kerak bo'ladi. Virtual hostingdan farqli o'laroq VPSda bunday cheklovlar mavjud emas. Uni maxsus server sifatida boshqarish mumkin. Siz har qanday texnologiyadan foydalanishingiz, server xizmatlarini o'zgartirishingiz, o'zingizning operatsion tizimingizni yoki dasturiy ta'minotingizni o'rnatishingiz mumkin. Ushbu turdagi hosting har qanday loyihalar uchun to'g'ri keladi. Odatda VPS sayt web hosting imkoniyatlariga ega bo'lmaganda yoki ular boshlash uchun yetarli bo'lmaganda sotib olinadi. VPS hostingning afzalliklari: siz serverda faqat loyihalaringiz uchun mavjud bo'lgan kafolatlangan resurslarga ega bo'lasiz. Ko'p hollarda boshqa saytlardagi yuk sizning ishingizga ta'sir qilmaydi. Har qanday dasturlash tillaridan foydalanishingiz, turli xil operatsion tizimlar va ilovalarni o'rnatishingiz mumkin. Resurslar yetarli bo'lmaganda, ular yangi tarifga o'tish o'rniga tezda qo'shilishi mumkin. Serverga administrator sifatida kirish, ya'ni o'z loyihangiz uchun server sozlamalarni o'zgartirishingiz mumkin. Uning kamchiliklari: VPS web hostingdan qimmatroqligi, oddiy foydalanuvchi uchun murakkab boshqaruv. Siz hamma narsani o'zingiz qilishingiz kerak. Server sozlamalarni o'zgartirishingiz, ilovalarni o'rnatish, xavfsizlik haqida g'amxo'rlik qilish. Biroq ba'zi hosting provayderlari har doim server boshqaruvida yordam berishga tayyor. Bu odatda qo'shimcha pul talab qiladi, lekin server mutaxassislari jamoasi tomonidan nazorat qilinadi. Keyingi videoda biz ajratilgan server nima ekanligi haqida gapiramiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va yangi nashrlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.